Manamtigi assalomu alaykum. Hurmatli Issiqko'l muxlislari. Mana biz 5 ta Issiqko'l muxlislari yana damogani keldik. Plyajlardamiz. Suvlar ancha isib qoldi. Usti albatta. Tagari sal sovuq. Xudo xolasa keyingi safar yana shu dengizga tushganimizda, dengiz deyman, ko'lga tushganimizda xudo xolasa albatta cho'milib ketamiz. Mana hozir o'rmonning ichidan chiqib ketyapmiz katta yo'lga. Bu yerlarni aytadi, nima deydi? O'sha yerda bitta bir fikri buzuq bor. Mana shunday gaplar. Mana Qahorjon shu yerda, Shokirjon shu yerda, G'ofurjon shu yerda. Oni boshida ketayotgan qo'rqoq Dembil bobo shu yerda. Xullas mana shunday. Dam olish yaxshi, dam olish undan-da yaxshi deydi-ku. Mana shunaqa gaplar. Mana o'rikmiki G'ofurjon? Yo'q-a? O'lcha. Bu yerda daraxtlar yerlar to'liq barg chiqargani yo'q. Mana bu o'rik ekan mana. O'rik. Dori sepishmabdi-da. Xullas mana shunday. Mana plyajdan bu yog'i xudo xolasa trotuar, o'n yerda uni nima sportsmen chopyapti. Orqasidan yana bitta sportsmen chopyapti. Xullas mana shunaqa mana daroshka, begovoy daroshka bu plyajdan 50 metr yuqorida. Aholi mana shu yerda kechki sayr qilib, toza havodan nafas olib yuradi.